Jahon chempionatining ramziy terma jamoasini tuzib chiqdi. Tanlovlarning birortasiga jiddiy e'tiroz bo'ladi deb o'ylamayman. Darvozadan boshlaymiz. Vaziniyani ushbu tarkibda ko'rishni juda ham xohlardim, chunki u turnirning eng yoqimli sensatsiyasi bo'ldi. Turnir davomida atigi bittagina gol o'tkazgan Unai Simonni chetda qoldirib bo'lmaydi. To'g'ri, buning barchasi uning xizmatlari emas. Turnir davomida uning super seyflarini ham eslolmayman. Lekin bunga qaramasdan ushbu joy aynan unga tegishli. Qanot himoyachilariga kelsak, ikkisi ham Ispaniyadan. O'ng qanotda Pedro Porro va chap qanotda Marc Cucurella'ning darajasiga yaqinlashadigan birorta futbolchini ko'rmadim. Markaziy himoyada ham ispanlar. Turnirning eng yosh futbolchisi Pau Cubarsí va uning sherigi Aymeric Laporte turnir davomida eng ishonchli himoya juftligini tashkil etishdi. Upamecanochi deb so'rarsiz, lekin u bu ikkisining o'rnini bosa olmaydi. Endi yarim himoyaga o'tamiz. Tarkibimdagi so'nggi ispaniyalik, albatta oltin to'p sohibi Rodri shu yerda. U turnir davomida o'zining eng yuqori darajasiga qaytdi. City muxlislarini tabriklaymiz. Unga Angliyadan yagona vakil Jude Bellingham bo'ladi. Yarim himoyachi bo'la turib 7 ta gol urish bu shunchaki fantastik natija. Jude Angliya uchun naqadar muhim futbolchi ekanini yana bir bor isbotladi. Qiziq, keyingi jahon chempionatida u hujumda o'ynarmikan? O'ng qanotdan Lionel Messi joy oladi. U turnirni juda yuqori saviyada o'tkazdi. Deyarli bir o'zi yelkasida Argentinani finalgacha olib chiqdi. Chapga esa o'ziga biroz notanish bo'lsa-da, Michael Olisen, chunki jahon chempionatlar tarixidagi assistlar rekordini yangilagan futbolchini ushbu tarkibdan chetda qoldirib bo'lmaydi. Nafaqat ushbu, balki jahon chempionati tarixidagi eng yaxshi to'plar Kylian Mbappe hujum chizig'ini boshlab beradi. Tarkibdagi so'nggi futbolchi uchun tanlov Harry Kane va Erling Haaland o'rtasida edi. Lekin Norvegiyaning sensatsion tarzda chorak finalgacha yetib kelganini hisobga olsak, Haaland ushbu joyga munosib.